Assalomu alaykum hammaga. Ish topgandan so'ng nima qilamiz? Ikkinchi etapda bizga kerakli bo'lgan emailni kopyulet qilib olamiz. Kopyulet qilinadi va o'zimizning emailimizga kiriladi. Emailimizda yangi jo'natiladigan ochamiz, straniца ochamiz. U yerga birinchisiga o'sha kopyulet qilgan emailimiz, ikkinchisi Bitrif degan joyiga nima sifatida siz ishga kirmoqchisiz? Beverborn industrial system medicine anglishchil CF sifatida, keyin Zegerter bo'lsa, ayol kishi bo'lsa Zegerter, erkak kishi bo'lsa Zegerter, Herr yo Frau qilib o'zingiz haqingizda ma'lumot, haysi deb, keyin necha yoshligingiz va kimsiz, qanaqa mutaxassisligingiz, qachon shuni pastda quyida nimalar jo'natyapsiz, o'zingizni vataningizda kim sifatida ishlagansiz va qanaqa vazifalarni bajara olasiz. Bu yerda muhim o'sha e'lon chiqqan joyida sizni vazifalarni nimaligini bilib olish muhim. O'sha asosan shunga asosan vazifalar shu vazifalarni bajara olaman, keyin sizni klinikangizda boshlamoqchiman deb, keyin bu yerda o'zingizni nimangizni qoldirasiz. O'zingizni telefon nomeringizni qoldirib, oxirida esa o'sha ism familiyangizni yozasiz va priklepить fayl qilasiz. Kompyuteringizga qayerdandir o'zingizga kerakli fayllarni qo'ygan bo'lasiz. Masalan, hozir biz shu kerakli bo'lgan faylni belgilab qilsangiz, bu yerga yuklanadi. Yuklanishini kutib turasiz. Yuklangandan so'ng отправить bosasiz. Bo'ldi. Hammaga rahmat.